nimaga kuchli qizlar erga tegishga qiynaladi? Chunki ular ham qachonlardir juda ham ko'ngli ochiq, juda ham nozik, ishonuvchan qiz bo'lishgan. Gap shundaki, ular juda ko'p marotaba hayotni achchiq haqiqatini, insonlarning asl basharasini ko'rishgan. Endi ularga yuzaki gaplar, quloqqa ilinadigan lag'monlar o'tmaydi. Ular insonning asl yuzini endi ko'ra oladi. Emotsiyalarni bir chetga surib, insonlarni o'qishga o'rganadi. Shu bilan birga ular o'zini kimligini topishni boshlashgan. O'zini shaxsiy chegaralari, qiziqishlari, o'zini ustunliklarini biladi. Tabiiyki, ularga nisbatan har xil manipulyatsiyalar, ularga nisbatan abyuzerlarning abyuzlari va shunga o'xshash narsalar o'tmaydi. Ular o'z hurmatini, qadr-qimmatini biladi. Bunaqa insonlarning darajasi o'sgandan keyin o'zidan ham yuqoriroq darajali insonlarni uchratishga tabiiyki qiynalishadi.